juda ko'p shu narsani eshitib qolamanki, hali O'zbekistonda nemis xalqi aqlli yo o'ris xalqi bizda aqlli deb qolsa, siz hali 35 million odamni kamsitib yuborasiz. Mendan aqlli desangiz, bu to'g'riroq gap bo'ladi-da. Lekin masalan 35 million odam bunaqa yerga urib tashlamaydi, chunki 35 million odamni har bittasi bilan siz gaplashib chiqmagansiz, har bittasini miyasiga kirib chiqmagansiz. Yomon taraflarimizni juda ko'p eshitamiz. Qayoqqa borib qolsangiz, haligi bizani g'iybatchi deydi, hali ichi qoralik bor, u bor deyishadi. Yaxshilik tarafimizni ko'pchilik gapirmaydi-da. Yaxshilik tarafimiz deganda tirishqoligimiz bor. Mana 2010-yilga kelgan bo'lsak, biz Amerika Qo'shma Shtatlarida 15 yil bo'libdi. Juda ham ko'p o'zbekistonliklarga Amerika Qo'shma Shtatlarida yashashga 15 yil bo'lgan bo'lsa, 15 yilda erishgan narsasini bitta ko'rib chiqsangiz, bu narsani bitta O'zbekistonga ko'rsatgan bo'lsangiz, o'shanda bilasizki, ya'ni biza hali Yevropa xalqlaridan, boshqa xalqlardan biza haligi hech qanaqa kam joyimiz yo'q ekan. To'g'ri. Bizada hozir faqatgina erishadigan narsam shu bilimga bosishimiz kerak. Bo'ldi, biz o'shanda hali yana qilib ketamiz. Xudo xolisa.